Yaqinda bitta holat bo'ldi. Bir bemorni yetaklab olib kelishdi, ikkita yelkasidan ko'tarib. Oyog'ida kuch qolmagan, oyoq deyarli shol bo'lib qolgan. Bundan tashqari ichki kelish, peshob kelishlar buzilgan. Uzr, endi qo'pol bo'lsa ham shu narsalarni aytib ketishim kerak. Bu disk grijasining og'ir asoratlaridan bittasi hisoblanadi. Shol bo'lish xalqda bizni meditsina tilida parez deyiladi. Buni sabablari birinchi o'rinda mana bu tushuntirib beraman. Grija chiqib, nerv tomirini ezib qo'yganda, nerv tomirida mayda harakat uchun javobgar nerv tolalari shikastlanish boshlanadi. Bu o'sha nerv tolalari ishlatadigan mushaklarda shollikka asta-sekinlik bilan olib keladi. Qachonki bu shikastlanish uzoq vaqt ezib turish, uzoq vaqt qon aylanish buzilishiga sabab bo'lib, uzoq vaqt yallig'lanishga sabab bo'lib, davom qilsa, bu narsa bora-bora orqaga qaytmas o'zgarishlarga, ya'ni tiklanishi qiyin, ba'zi holatlarda hatto tiklanmaydigan parez, shollikka olib kelish holatlari ham bo'lib uchrashi mumkin. Baxtga bu bemorimiz unchalik ko'p vaqt yo'qotmagandilar. Shu holat boshlangandan 1-2 kun oralig'ida keldilar. Biz zudlik bilan tekshiruvlar o'tkazib, endoskopik amaliyot orqali grijani olib tashladik. U bemorimiz 2-3 kun ichida ancha yaxshilandilar. 1 oydan keyin xabarlashdik. Allohga shukr, barcha boyagi quvvatsizlik, tos a'zolarining faoliyati buzilishlari o'tib ketib, to'liq tiklangan ekanlar. Buni eshitib juda xursand bo'ldik. Endi men qisqacha tushuntirsam buni sababini, hozir aytganimdek, nerv tomiri organizmdagi eng nozik, eng zaif to'qimalardan hisoblanadi. Ayniqsa uzoq vaqt bosimga, uzoq vaqt oziqa kelmasligiga juda nerv to'qimasi sezgir bo'ladi. Grija uzoq vaqt ezib turganda, birinchidan jismoniy ezishni o'zi shikastlaydi nervni. Ikkinchidan u uzoq vaqt ezib turganda qon aylanishi buziladi, mahalliy qon aylanishi nerv tomirida. Bu narsa ham nerv hujayralarining shikastlanishiga olib keladi. Va uchinchisi, disk materialida o'sha nervga tegib turganda juda ko'p yallig'lanishni, kuchli yallig'lanishga olib keladigan moddalar bo'ladi, sitokin degan. O'sha narsalar nervda kuchli yallig'lanish va shishga olib keladi. Bu narsani o'zi ham nerv faoliyatini buzadi. Hozirgi ilmiy maqolalarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, o'zimizning tajribamizdan ham disk grijasi kasalligi bilan kasallangan bemorlarning 50-60% da mana shu shollikning boshlang'ich darajasi kuzatiladi va baxtimizga vaqtida va to'g'ri boshlangan davo choralari bilan shuni bir 60-70% ni yaxshilasa bo'ladi. Lekin taxminan 20% holatda, ba'zida 30% gacha holatda albatta shoshilinch xirurgik yordam, ya'ni jarrohlik amaliyoti o'tkazib, nervni bo'shatish kerak bo'ladi. Nervni qutqarib qolish kerak bo'ladi. Shundagina to'liq quvvatning tiklanishiga va to'liq faoliyatlar tiklanishiga olib erishishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana o'sha shollik masalan boshlangan bo'lsa ham, o'shanda tezroq tiklanishga erishish yoki yaxshi natijaga erishishi birinchi sababi va omili bu qisqa vaqt ichida murojaat qilib, to'g'ri yordam ko'rsatish va to'g'ri davolash, zarurat bo'lganda endoskopik amaliyotni o'tkazib nervni bo'shatishdagina eng yaxshi, eng yuqori natijalarga erishsa bo'ladi. Eng yuqori muvaffaqiyatli natijalarga erishsa bo'ladi. Qachonki oradan ko'p vaqt o'tib, orada noto'g'ri davolanishlar yoki umuman hech qanday chora ko'rilmasdan vaqt yo'qotilganda, yuqori natijalarga erishish foizi tushib ketadi. Bir necha 2 barobar, 3 barobar kamroq muvaffaqiyatga erishish foizlari bo'ladi. Shuning uchun buna holatda meni maslahatim, kerak bo'lsa iltimos ham qilaman, bemorlar o'zlari jonlari achisin, o'z vaqtida mana shunday oyoqda quvvatsizlik belgilari bo'lsa, uvishish belgilari bo'lib kuchayib boraversa yoki qo'lda xuddi shunaqa belgilar bo'lsa, tezlik bilan mutaxassisga murojaat qilish kerak. Mana o'zingizlar bilasizlar, nevropatolog yoki neyroxirurg, ortopedga, masalan bizning klinikaga ham shu jumladan murojaat qilsanglar bo'ladi. Davo muolajalarini tanlashda ham to'g'ri yondashish kerak. Masalan, bir xillar bor, shu narsalar boshlansa, dori-darmon olsam, fizioterapiya olsam o'tib ketadi deydi. Endi boshlang'ich etapi bo'lsa, o'sha shollik kuchayib, ko'payib bormayotgan bo'lsa, shu narsani qilsa bo'ladi. Lekin qachonki yana bitta eng xavfli simptom bor, Cauda-Equina sindrom degani, ya'ni tos a'zolarining faoliyati buzilishi, ich kelish, peshob kelishini tutilishi yoki tutolmay qolishi. Bunday simptomlar bo'lsa, faqat va faqat xirurgik
amaliyot o'tkazish kerak. Bo'lganda ham eng xavfsizi endoskopik amaliyot tavsiya qilamiz. Agarda kimda kim shunday simptomlar bo'lsa, quvvatsizlik ko'payib kuchayib ketaversa, oyoqda yoki qo'lda yoki bundan tashqari yo bundan alohida peshob kelish, ich kelishda tutilish yoki tutolmay qolish bo'lsa, zudlik bilan 24 soat ichida murojaat qilish kerak mutaxassisga va tezda nervlarni bo'shatish kerak. Buni eng xavfsiz yo'llaridan hozir endoskopik amaliyot hisoblanadi. Xususan mana bizning Profmed klinikamizda bu O'zbekiston va Markaziy Osiyoda birinchilardan bu boshlangan va eng katta tajriba yig'ilgan muassasa hisoblanamiz. Bu Markaziy Osiyoda endoskopik amaliyot bo'yicha. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda grija muammosi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Sizga eng yaxshi va eng zamonaviy yechimni taklif qilamiz. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying.